Yaxshi, ishlarimni qilib bo'ldim. Qalaysan? Sen kimsan? Voy! Yomg'ir yog'yaptimi? Yo'q, rostdan ham ertalabdan yomg'ir yog'yapti. Juda ham ajoyib, menga yomg'irli ob-havolar yoqadi. Tushunmadim. Kompyuterga qanaqadir noutbukka xabar keldi. Qanaqa xabar ekan qani? Bugun qishloqda juda ham ajoyib qanaqa ajoyib. Bugun qishloqda juda ham nima desam ekan, afsuslanarli voqea yuz berdi. Ya'ni Jitelni manyak o'ldirib ketdi. Iltimos, og'aynilari, qarindosh urug'lari, sizlarga ta'ziyamizni bildiramiz. Manyakni ko'rib qolsangiz albatta politsiyaga xabar qiling. Bo'ldi, xabar qilamiz. Iltimos qilib qolardikki, ko'chada uzoq vaqt yurmasligingizni, chunki ko'chada manyak bor. Bo'ldi, gap yo'q, manyak bo'lsa manyak ko'rmaymiz, ko'chaga chiqmayman, tushundilaringmi? Soat 8 bo'libdi, hozir men ko'chaga chiqib kelay. Ko'chaga chiqmayman dedim ketgancha. Amal chiqib kelay. Nima qilibdi manyak bo'lsa, qurolim bor, hozir qurol olib chiqaman. Oho, yomg'ir yog'yapti. Amalnichi osmonda bulut yog'lar ekan, hayronman. Mayli, hozir qayerda Jetel o'libdik. Bu yerda politsiyachi turibdi. Voy yigitcha, qalaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Mashinangiz, siz xitoylik politsiyachimisiz? Yo'q, bizga shunaqa yozishgan o'zi. Xitoydan kelgan mashina. Tushunarli. Bu yerda nima qilyapsiz? Mana bu uyda qotillik yuz bergan, ya'ni manyak Jitelni o'ldirib ketgan. Obbo, nahotki? Rostdan ham. Unda hozir kirib ko'raman men. Kirib ko'rish mumkin emas. Axir nimaga? Shunchaki bu qo'rqinchli holat. Sen esa yosh bolasan hali. Qanaqa yosh bola? Bu qishloqni bilasizmi, o'zi men himoyalayman. Unda bilmadim. Kirib ko'rishing mumkin, marhamat unda. Rahmat. Stop. Rostdan ham juda ham yomon holatda ekan. Men biroz cho'chiyapman, to'g'risini aytsam. Yo'q. Qaray olmayman, yaxshi chiqib ketay. Nima bo'ldi? Rostdan ham juda ham qo'rqinchli ekan. Aytdim-ku senga. Tushunarli. Mayli, unda men ketdim, janob merga aytib kelay. Janob merning xabari bor. Xabar bormi? Shunaqa. Mayli, hozir gaplashib ko'ray. Qanaqa manyak? Kim o'ldirib ketdi ekan? Hozir hammasiga aniqlik kiritamiz. Janob mer uyida har doimgidek janob merga aytishim kerak. Bugun yomg'ir to'xtaydiganga o'xshamayapti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Johar, nima gap? Ana u yerda qotillik yuz beribdi, eshitdingizmi? Ko'rib ham keldim. Lekin kim o'ldiribdi ekan? Manyak deyishni bilmadim. Manyakni qayerdan topamiz endi? Qanday qilamiz? Nima qilamiz? Qolganlarga ham hujum qilsa-chi? Manyak allaqachon qolganlarni ham ko'ziga ko'ringan. Ayrimlarni quvgan, lekin ular qochib qolgan uyiga. Uni o'ldirishning yagona usuli pichoq bor, zaharlangan. O'sha bilan o'ldirish kerak. Qanaqa pichoq? Qayerda u? Ikkinchi seyfda turibdi, ochib ko'rchi. Hozir ikkinchi seyfda. Mana shu yerda ekan. O'sha bilan o'ldirasan, tushundingmi? Tushunarli. Demak, mana shu pichoq zaharlangan, shu bilan o'ldirish kerak, shunaqa-ya? Shunaqa. Bo'ldi. Unda birinchi o'rinda manyakni topish kerak, lekin uni qayerdan topsam bo'ladi? Bilmadim, izlab ko'rish kerak. Yana agar qotillik yuz bersa, bizda juda ham katta muammo yuzaga keladi. Qishloq aholisi keskin kamayib ketadi. Tushundim. Unda men ketdim, janob mer, izlashga harakat qilaman. Izlashga harakat qilma, topishga harakat qil. Bo'ldi. Hozir topaman va buni zaharlangan pichoq bilan o'ldiraman. Bo'pti, bor endi ishlarni ko'r. Mayli, soliqlarni bugun yig'ishtirishim shart emasmi? Hozircha shart emas, keyinroq olib kelsak bo'ladi. Mayli, unda men ketdim. Lekin qanaqasiga, qanday qilib hozir tushunmayapman. Manyakni qayerdan topishimiz mumkin? Yo'q, menimcha topish qiyin. Hozir yaxshi uyimga borib o'tirganim ma'qul. Janob politsiyachi, manyakdan darak yo'qmi? Yo'q, bizni hozir qolgan jamoadoshlarimiz, ya'ni hamkasblarim izlashmoqda o'rmonning ichini. O'rmonning ichida emasdir balki. Qayerda bo'lishi mumkin? Menimcha uni topolmasak kerak. To'g'ri aytasiz janob. Balki rostdan ham topolmasdirmiz. Lekin baribir izlab ko'rishimiz kerak. Mayli, unda janob politsiyachi, men keta qolay. Nima, biron narsadan qo'rqayapsanmi? Yo'q, qo'rqyapman, rostdan ham, chunki juda ham xavfli-yu. Ushlab olsak nima qilamiz ekan? O'lmaydi deyishyapti. Yo'q, o'ladi, faqat mana bu pichoq bilan o'ldirish kerak, zaharli pichoq. Unda bilmadim, o'ylab ko'rish kerak. Unda men ketdim. Nima bo'ldi ana yoqda?
Yordam beringlar, yordam, voy. Tushunmadim. To'xtab turing, hozir men mana bu yerga bir borib kelay. Так, Jetel, Jetel qani hozir shu yerda bitta Jetel turgandi. Jetel, to'xta, qayoqqa ketyapsan? Короче, ana yoqda ham bitta Jetel o'ldirib ketdi. Qayerda? Ana shaxtani yonidagi binoda. Hozir borib ko'rib kelaman. Lekin qanaqasiga axir? Mana shu yerga, yaramas shu vaqtda. Mana. Yaramas. Bu Jetelni ham o'ldirib ketibdi-yu. Obbo, shu yetmay turgandi. Endi bu Jetelni nima qilamiz? Yo'q, nimadir narsa o'ylab topish kerak, lekin bunaqada hamma Jetellarni o'ldirib tashlayversa, qishloqda rostdan ham Jetellar tugab bitadi. Qonni qaraylar, lekin bu Jetelni ham o'sha Jetelga o'xshab ko'ziga nimadir qilgan, ko'zi qorayib qolgan. Hayronman, nimaga bunaqa bo'lgan? Hozir bir amallab o'sha manyakni topib olishim kerak. Topmasam bo'lmaydi shekilli. Yaramas, menga qara, men senga tegmayapman, tushunyapsanmi? Qochib tur. Xo'sh, hozir. Nima qilsam ekan? Janob politsiyachiga aytishim kerak. Janob politsiyachi, labbay. Havoni yog'idagi shaxtaning yonidagi binoda ham shunaqa qotillik bo'lgan. Yomon bo'pti-ku. Yomon bo'lgan. O'shani ham hal qilish kerak. Mashinamni o'sha yoqqa haydab bor, hozir boraman. Mayli, hozir mashinangizni haydab borish kerak bo'lsa haydab boraman. Bu tomonda ekan rol. Bo'ldi, hozir. Tak. Mashinangiz yurmayapti-yu. Obbo, benzin tugab qolibdi shekilli. Politsiya nahotki politsiya mashinasini shunaqa nima edi, benzin tugab qolsa-ya? Endi nima iloj, bizda shunaqa bo'lib qolgan. Mayli, menga farqi yo'q, to'g'risini aytsam. Hozir nimadir qilishim kerak, nimadir. Lekin manyak qayerda ekan? Demak, hozir mana bu yerdagi uyga hujum qilgan bo'lsa, qayerga qarab qochib ketgan bo'lishi mumkin? Bu yoqqa qochib ketdimikan? Yo'q, orqa tomonga o'tgan bo'lishi mumkin rostdan ham. Bilmadim. Aniq qayerdaligini aniqlash biroz qiyin bo'lishi mumkin. Bu yoqlarda yo'q. Lekin agar u tomondan qochganda bizni ko'zimizga ko'rinadi. Ya'ni politsiyachi bilan o'tirgandim. Yo'q, u tomonlarda yo'q, bu tomonlardami? Stop. Bu yerda ham Jetel. Bu yerda ham Jetelni o'ldirib ketgan. Voy, yaramas. Rostdan ham Jetel o'lib qolgan. Voy, bechara. O'lib qopti hozir. Kafechi brattandan so'rab ko'rish kerak. Hozir. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Jo'xa, kel, nima gap? Mana bu yerda qotillik bo'ldi, ko'rdingizmi? Ko'rdim, manyak o'ldirib qochib ketdi. Bilmaysizmi qaysi tomonga qochib ketganini? Bilaman. To'g'ri tomonga qarab qochib ketdi, ya'ni janob merning uyiga qarab. Rostdanmi? Rostdan. Bo'pti, rahmat. Lekin to'xtanglar, qanaqa qilib o'ldirdi buni? Adashmasam ko'zini tishlab oldi. Rostdanmi? Rostdan ham. Tushunali, lekin juda ham vahshiylik. Mayli, hozir buni politsiyachiga aytib kelishim kerak avval. Lekin janob meni uyiga qarab ketdi dedi. Yanga, siz yaxshisizmi? Yaxshiga o'xshayapsiz. Lekin qayoqqa ketdi ekan? Balki orqadan aylanib kelmoqchi bo'lgandir, yaramas manyak. Yo'q, orqada ko'rinmayapti. Mana bu yerga kirdim ekan. Yo'q, bu yerda Jetel yo'q, hattoki politsiyachiga aytishim kerak. Politsiyachi bilish kerak. Nahotki galemlar indamayapti manyakka. Galemlar indashi kerak, chunki Jetellarni manyaklar himoyalaydi. Qanaqa galemlar himoyalaydi? Nima gap? Ana yerda ham kafening oldida ham bitta qotillik bo'lgan. Nahotki uni ham o'ldiribdimi? O'ldirgan. Uni ko'chada o'ldirib ketishgan. Yoramas, manyakni ushlash kerak tezroq. Lekin qayerdan ushlaymiz? Janob merni uyiga qarab ketdi degandi, lekin janob mer uyda yo'q ekan. Tentak, janob merning uyi deganda ishxonasi nazarda tutilgan. Rostdanmi? Rostdan, o'sha yoqqa bor. Bo'pti. Voy, rostdan ham. Hozir balki rostdan ham o'sha yoqqa borgandir, lekin tezroq bormasam agar janob merga nimadir qilib qo'yadigan bo'lsa, dabdala bo'lishi mumkin. Tak, ochil. Nimaga ochilmaydi bu? Okey, ochdim. Yaramas, manyak, yaramas. Jo'xa, malades, meni qutqarib qolding, ozgina qolgandi o'zi ham. Qutqardim shekilli. O'lib qoldi. Bilasizmi, naqd 3 ta Jetelni o'ldirgan. Yo'q, rostdanmi? Rostdan 3 ta Jetel o'lgan. Obbo, yaramas, yomon bo'libdi-ku. Yomon bo'lgan, endi nima qilamiz? Bilmadim, lekin nimadir qilish kerak to'g'risi. Jetellarni chekkaroqqa olib borib ko'mish kerakmi? Mayli, ko'maman, lekin to'g'risini aytsam uni politsiyachiga aytishingiz kerak, chunki men unaqa ishlarni qila olmayman, to'g'risi qo'limdan kelmaydi. Mayli, unda borib politsiyachiga xabar ber. Qo'lingdagi pichoqni ham politsiyachiga topshirgin. Ular o'zlari o'rganib chiqishadi va qonuni yo'q qilishadi. Ya'ni qayta tug'ilmasligi uchun manyaklarni yo'q qilib yuborishadi va qarshi vaksina ham o'ylab topishadi. Bo'ldi, undan ketdim. Aytgancha keyin sog'liqlarni ham olib kelgin. Mayli, sog'liqni ham olib kelaman. Yaxshi.
Endi borib janob politsiyachiga aytishim kerak manyak o'ldirilganligini. Bir joydan qo'zg'amay o'tiribdi, hayronman. Nima gap bolakay? Manyak janob merning yoniga borgan ekan. Nima bo'ldi? Janob merni o'ldiribdimi? Yo'q, qutqarib qoldim, pichoq bilan o'ldirdim. Yaxshi, unda pichoqni menga ber. Mana qo'lingizga beraymi? Yo'q, mashina bagajiga qo'y. Nima uchun? Tentaymisan, qo'limni zo'rib qolmasligi kerak. Axir sen o'ldirding uni. To'g'ri aytasiz. Lekin mashinangiz bagaji nimagadir ochilmayapti, hayronman. Aytgancha bagajsiz mashinani minib kelganman u. Mayli, qo'limga berinda, qo'limga olib ketaman. Shunaqa qiling iltimos. Lekin hozir nima qilsam bo'ladi? Men qarang, 3 ta jetel o'lgan, ularni nima qilamiz? Ularni bizni o'zimiz yo'q qilamiz. Ya'ni jasadini olib borib ko'mib qo'yamiz yoki yo'q yuboramiz. Yo'q yuborgandan ko'ra ko'mib qo'ygan yaxshi menimcha. Faqat chuqurroq ko'mish kerak. To'g'ri. Sen politsiyachi bo'lganmisan avval? Bo'lganman. Politsiyada 2-3 yil ishlaganman. Juda ham yaxshi ekan unda. Mayli, pichoqni ber. Mana olishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Bo'ldi, endi ketaver. Mayli, olib qo'ying pichoqni. Bo'pti. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi esa soliqdagi ishlar, qanaqa soliqdagi ishlar, politsdagi ishlarni qilib, soliqlarni olib janob merga olib borib bersam ham bo'ladi. Yaxshi bo'ldi, manyakdan qutuldik. Manyakni o'lgani rost bo'lsin, agar yolg'on bo'lsa, bu juda ham yomon degani. Manyakni yana o'ldirishga to'g'ri kelmasin-da ish qilib. Manyakdan qutuldik shekilli. Bilmadim, yana ham balki rostdan ham o'lmagan bo'lishi ham mumkin. Chunki bir necha marta manyaklarni bunaqalariga uchraganman va bir martada o'lganini hech qachon ko'rmaganman. Kamida 2-3 martadan keyin o'lgan. Mayli, bizniki o'lgan bo'lsin-da ish qilib. Mayli, hozir kartoshka va sabzilar hamda bug'doylarni shu yerga ekib chiqaman va o'zimning shaxsiy ishlarimni qilishni boshlayman.